Ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqayotganimizda ham mana patologimizda shiftimiz baland. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda o'ng qo'lda bolalar uchun yotoqxonamiz bor. Mana shu ajratilgan ikkita kravat uchun, shkaf uchun va bu yerda ham mana oynalar katta qilingan. Bu yerda kompyuterning zona uchun. Holimiz. Bu yerda общий sanuzlimiz bor. Общий sanuzelimizda rakvina, kirmoshina, unitaz va dushovoy bo'ladi. Bu yerda xonadon egalari uchun baland shiftli kabinet, рабочий kabinet. İkinci qavat qo'lida ham mana chap tomonda yana bitta kattalar uchun yotoqxona bor. Bu yerda ham garderobga kiramiz. To'g'rida sanuzel, dushovoy bo'ladi. Rakvina, unitaz. Va bu yerda mana avariyli traplar hammasi tashalgan. Va yotoqxonaga kiramiz. Kirganimizda chap qo'limizda yotoqxonasi, kravat, tumba, shkaf bo'ladi va TV zona. Bu yerda ham ahamiyat bersanglar, mana katta panoramli oyna qilingan. Balkonimiz bor uchu. Betlarda ham mana yomg'ir qorlar uchun traplar tashalgan. Va o'sha xonadonimizning fishkasi bo'lgan mana shu planirovkamizning o'rtasida kichkina landshaftni zona qoldirganmiz. Bu yerda shu har bir xonaga ichkaridan ham yorug'lik tushish uchun va ichkarida yoqda ham panorama oynalar orqali chiroyli dekorativniy shu kichkina bog'i ko'rib maza qilib o'tirish uchun. Bu yerda mana balkonlarimiz yomg'ir suvlari uchun traplar qilingan. Konditsioner agregatlari uchun mana tochkalar chiqarilgan tepa tomonga. Har bitta xonada panoramli oyna uchun oynaning oldiga napolniy konvektor qo'yganmiz. Bu konvektorlar haqida videolarimiz bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda mana yana ikkita xonamiz bor. Gostyovoy xona, yotoqxona o'zini sanuzellari bilan, shkaflari bilan birga kattagina joylashgan. Bu yerda to'g'rida shkaf bo'ladi, TV zona bo'ladi, tryumov bo'ladi. Ikkita panoramli katta oyna, tumba, kravat. Bu yerda ham ikkita o'sha bola uchun mo'ljallangan detskiy yotoqxona. O'zini sanuzeli bilan birga. Bu yerda ham patologga mana kraska sepish ishlarini bajarishgan malarlarimiz. Xudo xolasa yana ish jarayonini qo'yib boramiz.